Ko'pchilik shu hayzi siklini hisoblashda adashadi. Hayzi birinchi kunidan keyingi hayzi birinchi kunigacha hisoblanadi. Bir oyda 2 marta hayz ko'raman. Bu normami? Xo'sh, bu savol ham ko'p beriladi. Bir oyda 2 marta bo'lsa, masalan, oy boshida va oy oxirida bo'lsa va sizni hayz siklingiz o'zi 21 yoki 25 kunlik bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Ko'pchilik shu hayzi siklini hisoblashda adashadi. Hayz sikli hayzi birinchi kunidan keyingi hayzi birinchi kunigacha hisoblanadi. Masalan, deylik, sizda oktyabr, 2-oktyabrda keldi hayzingiz va bu hayz siklining birinchi kuni hisoblanadi. Va keyingi hayzingiz aytaylik 25-oktyabrda. Umumiy qilib olganda bir oyda 2 marta hayz ko'ryapsiz, lekin hayz siklini hisoblasa, sizda 25 kunlik sikl bu norma hisoblanishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsalarga adashmaslik kerak. Agar sizda oy boshi va oy oxirida kelsa va yana bir bor aytaman, hayz siklingiz qisqa bo'lsa, bu norma hisoblanadi. Lekin sizda agar hayz siklingiz 30 kunlik bo'lib va hayzi deylik, masalan, oy o'rtasida keldi, deylik 15-da va 10 kun yoki 15 kundan keyin yana takrorlansa, bu albatta norma emas. Bu har xil gormonal o'zgarishlar, adenomioz, endometrioz yoki poliplar to'g'risida dalolat berishi mumkin. Bunaqa holatda birinchi navbatda UZI tekshiruvdan o'tish kerak bo'ladi va agar bachadonda qandaydir o'zgarishlar bo'lsa, albatta qalqonsimon bez UZIni ham qilish kerak. Undan keyin esa kerakli gormonlarga topshirib davolanish shart.